Assalomu alaykum. Kunning muhim yangilik va hodisalari bilan bugungi zamon. Isroil vaziri G'azoga kirib kelayotgan yordamni butunlay to'xtatishga chaqirdi. U sektorga kirib kelayotgan gumanitar yordam mutlaq sharmandalik deb atagan. Rossiyada maktabga bormayotgan migrant bolalarning oilasi bilan haydash taklif qilindi. Kamida 300 ming nafar chet ellik bola maktabga bormasligi ma'lum qilindi. O'zbekistonda pensiya yoshi oshirilishi bo'yicha hech qanday yakuniy qaror qabul qilinmagan. Pensiya tizimiga kiritiladigan har qanday o'zgarishlar xalq fikrini inobatga olish ma'lum qilindi. Biroz oldin ijtimoiy tarmoqlarda pensiya yoshi 65 yoshga oshirilishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Tramp Putinning Ukrainadan tashqariga ham ko'z tikkanini istisno etmadi. AQSh prezidenti Ukraina urushini tugatish bo'yicha saylov oldi va'dasini bajarmaganligi haqidagi savollarga shu tarzda javob bergan. Eron hujumlarida Isroildagi universitetlarning 6 ta laboratoriyasi vayron bo'lgani aniqlandi. Laboratoriyalarga berilgan zarbalarda Isroilning tibbiyot va biologiya sohasidagi ko'p yillik ilmiy loyihalari deyarli yo'qqa chiqarilgan. Tramp AQShning Eronga bergan zarbalarni Xirosima va Nagasaki bilan taqqosladi. Eronga berilgan zarbalar bir paytlar yadro zarbalari Yaponiyadagi urushni tugatgani kabi Tehrondagi tahdidga ham barham bergan. Bizda hozircha shular. Bizning kanaldan uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha